Assalomu alaykum. Uzumchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar. Bugun 2025-yil 8-oktyabr sanasi. Pipe uzumlarimizning hozirgi holati. Biz bu yil strobi dorisini ishlatganmiz uzumlarimizga. Faqat shu doridan foydalandik. Olduyum qarshi kasallik uchun strobidan foydalandik. Qurtga qarshi bo'lsa Agro Nurel degan dori ishlatganmiz. Strobi bilan Agro Nurel juda ham zo'r effekti. Mana ko'rib turibsizlar. Uzumlarimizda oktyabr oyiga o'tib ham bandalar mana uzumlarimiz top-toza. Plus olduyum kasaklari, bandi kasaklari yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Odatda sentyabr oyiga o'tib 10-sanalaridan keyin sentyabrning uzumlarimizga bandi kasallik tushishi ko'payardi. Bu yil strobi dorisidan foydalanganimiz uchun uzumlarimiz juda ham chiroyli holatda. Bandilari top-toza. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bandasini top-toza ko'm-ko'k turibdi. Hech qanaqa kasal nima yo'q. Juda ham chiroyli holatda. Mana chang o'rnagan yuziga. Juda ham chiroyli uzumlarimiz. Top-toza bandi. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Bandi kasalliklar yo'q. Sentyabr oyiga o'tib uzumlariga yilda plus tushishi ko'payadi. Buni hamma dehqonlar biladi. Strobidan foydalansangiz umuman plus olduyum kasaklari, bandi kasaklardan qo'rqmasangiz ham bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin, yaqinlashtirib ko'rsatib. Bandiga qarang, ko'm-ko'k chiroyli holatda turar ekan. 3 marta dorilaganmiz olduyumga qarshi. Eng so'nggisi avgust oyining 15-sanasida dorilaganmiz. Strobi dori urganmiz shunda. Eng so'nggi marta, oxirgi marta. Mana hali ham ta'siri kuchli ekan. Hali ham plusdan bandi kasaklardan saqlab turibdi. Sizlarga ham strobi dorisini tavsiya qilaman. Kelgusi yil uzumlaringizda shu doridan ishlatsangizlar juda ham chiroyli holatda turadi uzumlaringiz. Uzoq vaqt bandi kasaklardan saqlab berar ekan. Shuning uchun ham menga strobi dorisi juda ham yoqdi. Zo'r effekt berar ekan. Mana pastdagi yerga yaqin boshlarda ham bandalarda kasal uchramaydi. Juda ham chiroyli. O'zingga bir nojo'ya ta'sir ham yo'q ekan. Juda ham chiroyli holatda saqlar ekan. Uzumning chirishi, yorilishi har qanday kasalliklardan saqlar ekan. Juda ham zo'r dori ekan strobi dorisi. Sizlarga ham shu dorini tavsiya qilib qolaman. Uzoq muddat bandi kasalliklardan saqlar ekan. Shuning uchun ham sizga bu dorini tavsiya qilyapman. Biz o'zimiz sinovdan o'tirmagan dorimizni hech kimga tavsiya qilmaymiz. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xohlasa kelgusi yil erta bahordan uzumlarga qanday ishlovlar beramiz, hammasini videolarga YouTube kanaliga joylab boramiz. Birgalikda uzumlarimizni parvarish qilamiz. Xudo xohlasa. Bizga like bosing, obuna bo'ling.
biz albatta xursand bo'lamiz.